Ayyor Nijilo joyimizda sotuvga chiqdi. Yunusobod 9-kvartalda joylashgan 2 xonali birinchi etaj, umumiy maydonimiz ham 62 kvadrat metr. Orientirimiz esa Korzinkadan avtobusning konechkaga qarab kelayotganlarda, shunda 9 etajdan birinchi etajda joylashgan. Fasadimiz 6 metr. Xohlasangiz bemalol parkovka joylarimizni qilsak bo'ladi. Tayyor Nijilo joyimizda hozirgi paytda otel mod bo'lib ishlayapti. Xohlasangiz arendaga topshirsangiz ham indamay $600 atrofida ketadi. Arenda ichkan tomosha qilamiz. Fasadimiz 6 metr. Buni xohlasangiz 2 ga bo'lib ishlatsanglar ham bo'ladi. Eshiklar ochib qo'yilgan. Bu yerda xo'p, kirishimizdan bu xona xohlasangiz resepsiyon qilib qo'ysanglar bo'ladi. To'g'rimiz yana bitta xonamiz. Bu xonamizning razmeri 3.15 ga 5.5 metr. Yonda esa xuddi shunaqa yana bitta xonamizda joylashgan. Bu xonamizning ham razmeri 3.15 ga 5.5 metr. Ana endi davom etamiz. Bu esa mana podesratdan kiraverishimiz, bu esa 3-xonamiz. Bu xonamiz ham keng. Buni ham razmeri 3.5 metrga 4.5 metr. Bu esa sanuzelimizda joylashgan, samishonli qilingan tayyor Nijilo joyimizda, yo'l yuzida joylashgan. Xohlasangiz podofis, apteka, klinika qilsanglar ham bo'ladi. Umumiy maydonimiz ham 62 kvadrat metr. Narxiga keladigan bo'lsa, narxini uy egalari 86 ming deb aytishyapti. Agar Nijiloyimiz yoqqan bo'lsa, bemalol savdo qilishingiz mumkin. Oson uylar biz bilan oson. Rahmat, sog' bo'ling.